Salom hammaga. Bugungi obzorimizda hamma kutgan Mergan do'konining obzorini qilamiz. Ba'zi bir sabablarga ko'ra reklama hozir pastda turibdi, bu yerga osib qo'yamiz. Adresini bilishingiz uchun Elite Sport do'konigacha tushuntirganmiz. Xuddi shuni past tarafida bu yerda Mergan do'koni. Ketdi endi do'konga. Ochiq bo'lsa reshotkani ochib qo'yamiz. Do'konimizda faxriy ishchisi Aziz akam bilan kutib Mana qushni kasallangan, har xil qushlarni boqib qo'yganlar. Bu qiziqish uchun chisti. Aziz aka, qanaqa qushlaringiz bor endi bu yerda? Hobbi uchun. Hozircha kanaplanka deydi. Kanaplankalar bor. Endi Mergan do'konni qisqacha sizlarga tanishtiradigan bo'lsak, do'konimizda 3 ta sport deydi, nima turiga bo'ladi. Masalan, baliqqa chiqadiganlarga, to'g'rimi? Turizmga bor. Turizmga. Ovchilarga, turizmga 3 ta bo'lsa bo'ladi. Baliq ishqibozlariga bu yoqda mana baliq narsalari, leskasi deysizlarmi, hamma narsa bu yoqda, mana turizmga narsalar, keyin u orqada ovchilarni bilasizlar, har xil qurollari, pnevmatikalari bor. Ularni ko'rsatmaslikka harakat qilamiz. Nimaga desanglar, videoni blokka tiqib qo'yishim mumkin. Ularni qisqa shortslarda qo'yib boramiz. U yoq adresimdan. Qani endi boshlaymiz, to'g'rimi Aziz aka? Bir chekkadan. Xo'p, baliq uchun kerak bo'lgan nimalarimiz bor endi, oka? Buni tushuntiring. Yemishlari bor. Yemishlari bu yoqda ko'rsatinglar, yemishlari. Yemishlari ham bor. Oching, ko'rsating qani. Yemishlari xaladinlikda. Ani yer ko'la o'tirishmaydi, to'g'rimi? Tayyor pashshani qurti bor. Pashshani qurti. Nech pul uni mana shu bitta ko'rsat? 20 ming. Nechtacha? Yetadi bitta ol. Ha, bitta grammlab so'radim. Keyin nima bor? Chuvalchenimiz bor. Chuvalchen. Vani yomg'ir chiqqan chuvalchen, oy, sirop-ku bu. Bu nech pul? 15 ming so'm porsiyasi. Porsiyasi 15 ming so'm. Ko'rasizlarmi? Hamma sharoitda Aziz akamlar qilib qo'yganlar. Chuvalchenni ham apashdan olib qo'yib yer ko'l o'tmaslar, oldin baliqqa chiqishdan oldin rosa qiynaldilarda. Hozir hammasi tayyor. Hozir hammasi tayyor. Davom etamiz. Xamirlari ham bor. Bular nima aka, ma'mulari? Bu prikorimka, suxoy prikorimka deydi. Har xil mazali, asalli, qulupnikali. Narxlari nech pul aka mana bularni? Tam 25 mingdan 45 minggacha. Mana shu, mana shu ketdi aka, shotring. Bu mana hozir 30 ming so'm ekan. Qancha ketadi mana shu? Bu 1 kilo ichida. 1 kilo. Bu nima deysiz? Asal mazali. Asal mazalisi. Asal mazali bor, vanil bor, qulupnika bor. Narxlar farq qiladimi? Ha? Nima balovlar ham nima deysiz? Balovlar ham nima deydi? Delikates yeydigan bo'lib ketgan. Qulupni yeydigan, nima deydi? Asalli. Chaqiradi-ya. Mana bu yoqda mana abrazes balovlarni ham boqib qo'yganlar. Bu ham chisti Aziz akamning hobbilari. Bu yoqda nima deydi mana bular? Jo'xorilarmidi? Ha, jo'xorisi ham bor, endi bitta bo'yla dedi. Bo'yla bular. Tayyor, bundoq xamirdan tayyorlangan, odamlar tayyorlab qo'ygan narsa. Nech pul bu? Bu 25 ming. 25 ming bitta ishi. Davom etamiz. Oy, okey. Uzr, tushirib oldim. Davom etamiz. Okey, bu yoqda endi leskalar, bu yoqda 300 metrli leskalar, 150 metrli leskalar. narxlarni bir to'lib o'tib ketavering, okey, bu qiziq bo'ladi narxlari. 300 metrli 60 Yo'q, ming. kirib oling. Bu yoqda sal yaqinroq bo'ling. 300 metrli 60 ming so'm. Mana bu dayva leska, yaxshi leskalar. Mana bu 150 metrli. Bu 100 metrli 30 ming, 25 ming. Ha, Tam 15 mingdan boshlanadi leskalarimiz. 15 mingdan. Mana bunaqa yaxshi plichonkalarimiz bor, u 25, 180 ming so'm bo'lsa, endi bu 500 metr. 500 metr. 500 metr. Karbonoviy baliqchilarning o'zi tushunadi, mana 30 metrgina bo'ladi karbonoviy. Ya'ni bu sifatlisi. Nech pul bu? Bu misol uchun 55 ming so'm. 30 metr bo'lgani bilan, lekin kruchok bo'ylagani yaxshi. Bu tepadiklari ham shunga o'xshaydi. Ha, tepadiklari ham plichon. Mana tayyor misol uchun baliq tutish uchun mana bunaqa montajlar bor. Har xil. Bu nech pul turadi? O'zingiz qilganmisiz buni? Yo'q, bu tayyor keladi. Tayyor keladi. Xolasi men o'zim ham tayyorlab beraman. Bular mana bunaqa narsa, to'g'rimi? 20 ming so'm ekan bunisi. Xo'p, davom etamiz. Bularga отдельно to'xtalamiz. Uni ichidagilariga devorlarni ko'rsatib olaylik. Bular Kruchok. kurcho'lar. Razmerlari bormi? Kalyonli krucho'lar bor, banan deydi. Nech pul bu? Harflari bor. 25 ming. Nechta bo'ladi bunchida? 10 ta 10 ta bo'ladi. Razmerlari bor bu yerda. Razmeri mana razmer ketadi. Hop, mana bular nima bu tepadaglar? Bular ham anaqa montajda mana ochib qo'yganmiz, ko'rsatib qo'yganmiz. Nechta turadi bu? Tayyorda bular ham misol uchun 33 ming so'm. 33 ming turadi. Ha, sifatli anaqasiga. Davom etamiz. Kurcho'lar yana, to'g'rimi? Yana kurcho'lar. Bular Endi nima? mana Bular- narsalar misol uchun blisnota deganlar, sikadalar, kalibalka deydi.
Hop, endi bu yerdan mana buni pravkanchiga ko'rsating aka, nimalar bu yerda hozir? Bu pravkaning ichida asosan Kartoshkalar. kartoshkalarda. Nechul feederning da 55 mingdan boshlanadi. ketaveradi o'ziga qarab. Bularni endi har bittasini keyin sekin-sekin obzor qilib, hozir qisqacha polniy do'konni obzorini qilyapmiz. Polniy pastki do'kondan qarama общий obzor qilamiz. Keyingi videoda xudo xolisa bitta-bitta yig'ib tushuntirib qilamiz. Hozir polniy ko'raylik, qiziq bo'ladi. Nimalar borligini общий ko'rsatib olaylik. Mergan do'konda keyingi videolarda xudo xolisa layklar bilan podpiska bilan podдержка qilib tursanglar, qolgan narsalarni ham bitta-bitta tushuntirib beradilar. Chunki necha yil bo'ladi aka shu balo va 15-20 yil. 15. O'zlari chist misol uchun oddiy sotuvchi emaslar. Misol uchun men do'konni marketingiga, iqtisodiga qarasam, videolariga qarasam, misol uchun baliqda tushunmayman, lekin akam ham sotadilar, ham o'zlari O'z ribalka jinnisilar. O'dan ko'ra ribalkani o'zlari bitta o'zlari ham o'tiraveradi. Men borib bir marta zerib ketdim, lekin akam o'sha yerda maza qilyaptilar tutib. To'g'rimi aka? Ribalkani qayerda qanaqa baliq bor, qanaqa techenada suzish kerak, hammasini tushuntiradilar. Davom etamiz. Kelganlarga yangi tushunmaganlarga tushuntirib, konsultatsiya berib, o'rgatib, yasab chiqazib beraveramiz. Ha, bo'ldi. Xo'p, kartoshkani davom etadigan bo'lsa, bu yerda mana qimmatlarim bor ekan, nima bo'lar? Endi o'ziga yarasha bunday ketaveradi. Temir buladachi, qara bulada shunaqa narsaki, mana misol uchun hammasini o'ziga yarasha nima deydi, yo'nalishi bor-da. Misol uchun bular feederga ishlatadi. Mana nima deydi, buni shpulasi katta. Bu ichi misol uchun bunday yuqoriroq ketgan. Bularda ko'proq подшипник aylanadi. Ya'ni misol uchun oddiysida bitta aylantirsangiz, buni bitta aylantirganingizda 5 ta aylanadi. Ya'ni aylantirishlaringiz oson, balonni tortib olishlaringiz oson bo'ladi. Qiynalib o'tirmaysizda, ana plasmasada. Bularda osongina ishlatasiz. Ketdi, davom etamiz. Bu tepadiklari nima tushunammi? Tepadilar mana o'rtacha variant. Qisqacha narxlarni bir tushuntirib, общий. Tam 140 ming, 130 ming. Men kattalar bor ekan, bu yerda bu kattalar nimaga ishlaydi? Prostoylarni qarmonni yig'ib beradigan bo'lsa 150 ming so'mga tushadi. 150 ming. Xo'p, mana bu kattalar nimaga ishlatiladi bu kattalar? Bu mana baluvchilarning o'zi biladi. Kattalar karpover, qarmoq deydi. Buni dальний загрузка otishadi. Uzoq masofaga otadiganlarga. Bularga mana misol uchun 300 metr plechonka o'rab olishadi-da. Uzoq masofaga o'ziga spesial qarmoqlar bor. Otadi, katta narsalar bilan daryoning o'rtalaridan balut tortib olishadi. Ha, bu o'shalarga kerak bo'ladi. Qisqa hozir ma'lumot berib ketamiz. Bu yoqda endi bu tepalarda bu so'mkalar, to'g'rimi? Mana adashmasam. Mana bunaqa kartoshkalarni sotib olish uchun mana so'mkalarimiz. Ha, so'mkalar, ana. So'mkalarimiz. Bu yoqda qarmoqlar. Qarmoqlarni qisqacha aytib ketdik. Ma'malar aytganda qolib ketdi bular. Buni baliq o'sha mazalari, tam bu narsalar. Hop, va cho'plariga kelsak. Cho'plari ham misol uchun anaqasi bir 60 ming so'mdan boshlanadi. 60 mingdan boshlab o'ziga yarasha. Misol uchun bularni ham tushuntirib ketamiz. Qaysi qanaqa, misol uchun hammaga har xil, qo'liga har xil tushadi. O'shanga qarab beramiz. Mana ko'lchalarda farq bo'ladi. U ko'lchalarni tushuntirib o'tamiz. Mana ichida fosfor bo'ladi, misol uchun. Farfor, ya'ni chinni degan ishdimi, mana shunaqa narsalar bo'ladi. O'zi oldi bir ishlaganimda ikkiga bo'linardi. Ana udichga spinning derdi-yu. Ha, bularni yo'nalishi har xil. Misol uchun men bilan universalni, ya'ni uzoq masofaga ham otsang bo'ladi, o'rta masofada ishlatsang bo'ladi, poplovkda ham ishlatsang bo'ladi. Mana endi men bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana men bunda haliga aytganimdek karpoy. Yig'iladiganlik, uzoq masofaga o'tadiganlik, katta nima deydi, tosh ko'tara oladi. Bu egiluvchanli, egiluvchanligiga kuchli. Endi mana bu yerda spesialni poplovka uchun bor. Yengilgina misol uchun. Qo'lingizni juda o'ynab turadi. Bir 200 grammda bu. Bu poplovka tashab qo'yib, kichkina mayda balovlarga ishlatishga kerak bo'ladi. Bir xil aytadi, keladi, любителlar. Nech kilo ko'taradi deydi. U nech kilo ko'tarmaydi emas. Misol uchun bundan ham ingichka qarmoqlarimiz bor, mana blistaqalarga. Mashinani o'zida 5-6 kilo baliq chiqazib olishadi. Baluvchini o'zida ozgina mahorati bo'lsa, misol uchun 10 kiloni ham bemalol ingichka qarmoqda chiqazib oladi. G'ani ilosi bo'ldi. Qisqacha mana qarmoqlar to'g'risida ma'lumot berdik. Bularga отдельно yana to'xtalamiz. Hop, bu yoqda endi bu yoqda palatkalar boshlanadi, aka. Palatkalarimiz har xili bor. Misol uchun 4 kishiligi bor. Oson yig'iladiganliklari bor. Misol uchun temir tersagini yig'adiganliklari bor. Oson yig'iladiganliklari manba hisoblanadi. Ana zontikka o'xshaydi. Endi bularni biz akam bilan tabiat qo'yniga chiqib отдельно ochganlarimiz ham bor, to'g'rimi videoda? Ha, videolarimiz. Har bittasini qo'yganmiz, o'shalarni ko'rsanglar ham bo'ladi. Yana ko'rsatamiz.
aytganimdek hozir to'liq obzorini qilib olaylik. Davom etamiz. Bu yoqda misol uchun mana bularni baliq olib chiqaraverasizlar, sadokdan, sachokdan. Bu Sachok. misol uchun ballonni tortib ko'tarib olish. Ko'tarib olish uchun. Orqasidagilari har xil chexollar bor. Chexollar. Chexollarni uzun kalta, arzoni, qimmatrog'i, o'rtachasi mana shunaqa narsalar. Bu anaqaga-da, chisti yani qarmoqlar olib yuradigan narsa. Hamma narsangiz ketadi. Agar mana bunisidan olsangiz, ichida hamma narsangiz solsangiz bo'ladi. Hop, davom etamiz. Mana Balo solib qo'yish uchun. tutilgan ballarni solib qo'ying. Buni ko'rganman. Bu yoqda ham xuddi shunaqa narsalar. Bu temirligi. Temirligi, xuddi shuni temirligi. Bu yoqda endi choy-poy qaynatishga yegulik. Bu hammasi primuslar. Masalan, bunga propan o'rnatiladi. Men agar bu ma'mulaga bo'lsa, mana bunaqa oddiy gaz ballonlar bilan ishlab ketaveradi. Ishlab ketaveradi. Mana bunaqa yaxshi narsalar bor. Transformer deydi. Mana bunda yig'asizda buni. Bunday qilasizda, bunday qilib, o'sha mashinaga solib olib ketaverasiz. Ochadigan bo'lsangiz, buni ochasiz. Buni bunday qilasiz, bunday qilasiz. Mana bunaqa gaz ballonni o'rnatasiz, mana, ya'ni mana buni o'rnatasiz. Mana bu yerdan chiq deb yoqib, mana bu zajgalgalar, narsangizni ishlab ketaverasiz. Mana bu palatga, naduniy palatga, buni kattasini biz videosini qo'yganmiz, aziz aka. O'shani kichkinasi. Bu kichikroq. Nechilisi bu mana? Bu ham shu 320 ga 220 bo'tadi. Lekin barangina buni men ishlatib ko'rganmiz. Atrofidan pastroq. Atroflar ochiq ko'rasizlar, bemalol shamol aylantirib o'tiradi. Bunga qo'shimcha narsalar ham olsanglar bo'ladi. Taxminan o'zi palatga necha pulgacha edi o'zi? 600 ming so'mdan boshlanadi. 600 mingdan boshlab. 600 mingdan boshlanadi. Mana bu odamlarning talabiga binoan, misol uchun sifatli deb kelishdi. Sifatligini ber, olib kel deyishdi. Mana shunaqa sifatlisini olib keldi. Ya'ni mana buni ballonlari bor-ku. Ya'ni qovoshirilgan mana bunaqa materiallar. Bular kakani lotkani materialidagi. Uncha-munchaga teshilib ketmaydi. Hozir lotkalagan to'xtalamiz, shunda ko'rsatamiz. Dash davom etamiz. Mana bunaqa kreslolar bor, to'g'rimi? Ha, buni karpoy kreslo deymiz. Bunaqa kreslo. Maydasidan boshlab. Yotib, qilib dam olsangiz ham bo'ladi. Bo'ladi. Bular necha pulgacha? Bular ham misol uchun 600 ming so'mdan boshlanadi, 1 million 700 gacha bor. Xo'p, davom etamiz. Bu palatkamida bu nima edi? Yo'q, palatka emasmi bu? Bu ham shu palatga teg yopiladi, tank hisoblasangiz ham bo'ladi. Agar ochiq havoga olib chiqib qo'ysangiz, 4 ta tarafini setkasini ochib qo'ysangiz, ashtadan olasiz. Endi mana bitta hali yetgansiz, mana bunaqa kichkina stuchklarimiz bor. Ichida chexoli bor, chexolga solib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yaxshi narsamiz bor. O'shani olib chiqing bu yoqqa, o'shani bitta ko'rsataylik to'liq. Bu yoqda qorong'i sal ko'rinmay qoladi, mana buni ustiga qo'ying. Shuni obzorini qilaylik. Mana shuni zo'rnasi. 4 tulpat yo'qmasam oilaviy chiqib ketganingizda maza qilasiz. Termizga choyi bor, misol. Buni taxtagachi bor, to'g'rimi? Qoshig'i bor, xitoyskiy cho'pi bor. Buni olgandan keyin обязательно sushi ko'tarib olish kerak. Sushi ko'tarish kerak. Bu yerda vilkasi bor, keyin mana 4 ta stakan, termos, tarinkasi. Bularni hammasini o'zi o'ga mo'ljallangan, sinmaydigan qilingan, bilasiz. Turizm, misol uchun oilaviy chiqib ketayotganingiz bitta olib olasiz, mana buni ichiga produktdan sovib olasiz. Bu yerda sovuq yurgan sharoiti ham bor, buni. Ha, bu yoqqa bitta mustashab qo'ysangiz, bemalol misol uchun ovqatingizni aylanmay olib ketasiz, produktingizni. Mana bunaqa narsalar ham bor ekan, mana. Ochadigan shunaqa. Zo'r sumka, bundan olishni tavsiya qilamiz. Keyin yana nima bor bu yoqda, misol uchun o'ga mo'ljallangan etiklar, yaxshi kiyimlar bor. Yaxshi kiyimlar bor. Bu 40 gradus minusda ushlab beradi. Mana birinchisi. Mashina bor. Bu yoqda etiklar. Kiyimdan kiygan, bu faqat kattaroq razmeri. Mana mashina ham zo'r. Endi bu kiyimlar baribir sovuqqa qarab ko'payadi. Ha, odamlar sovuq paytida asosan buni olish. U ham sovuqga qarab. U ham har xil tartibi bor-da. Bir xili yurib o'tadi, bir xili misol uchun o'tirib o'tadi. O'shanga yarasha misol uchun kiyim tanlab olishadi. Yurib o'tadiganlar yengilroq kiyim olishadi. O'tirib poylab o'tadiganlar mana bunaqa -40 larni olishadi. Chunki ani o'tirganingda sovqatib qolmasligi uchun -40 qo'yib olsang, maza qilib o'tirasan. Etiklari ham shunga mos. Etiklari. Mana bular qurol ustiga uriydigan, admanka deydi. Bu lentalari. Mana zo'r narsa. Mana bular lenta. Zo'r narsa. Sanchalarda chalib qo'yasiz. Bu yomon prekolniy narsa. Bu o'rdan ovozini beradigan narsalar. Necha pul mana bular? Mana bunisi 900 ming so'm bo'lsa, endi bu chisti Yevropadan kelgan. Mana mamlari bor, misol uchun bu 550 ming so'm mana shunaqa bo'ladi. Endi original qo'lda yasalmagan zavodskiy bo'ladi. Yana mana bitta sumkalar, misol uchun o'q-dorilarni solib beradigan, o'g'ga chiqqanda qalmoq, palmoq, kiyim, futbolkalari bularni ko'rsatamiz. Bu yoqda keyin zapchastlar ishlanadi, to'g'rimi?
Ha, zapchast mana ko'pchilik so'rayapti. Ham balistol deb. Bizda bor mana balistol bor. Bu yoqda 200 gram. nima edi ma'lumoti? Manjetlari, Manjetlari. qatilligi. Bu ham lenta mana. Bu ham lenta. Ha, bu ham lenta. Bu kakani kiledi. Misol uchun ko'pchilik miltonni o'ziga polni o'rab olishadi. Bu yoqda mana chexollari, bu yoqda yana bu yoqda mana o'da kerak bo'ladigan, anaqada paxotlarda kerak bo'lgan pichoqlar har xil yig'iladigan. Xullas, bu yoqni endi ko'rsatmaganimiz ma'qul. Bu yoqda bunaqa podarочный suvenirlarimiz, kavkazskiy deydimi bu yerda aka buni? Ha, bu dagestanskiy yasalgan, misol uchun. Mana sho'mpullari bor, har xil. Mana naborlarga tug'ilgan kunlarga buni kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Hozir mana bularni ko'rsatamiz. Bu yoqda keyin mana oy nima deb ko'radigan edi bular? Ha, bular dachani tomosha qiladiganlar. Dacha. Ha, chuchulalar. Mana bu lotkalar ham bor do'konimizda. Kerak bo'lsa, hozir endi sezon bo'lmaganicha orqaga olib qo'yishgan, bular bo'ta turardi. Keyin mana qalmoqlar kelgan hozir bizga. Qarmon emas, kamon. Kamon. Men bor uzr. Kamonlar kelgan. Bular har xil nachinashiylar uchun, bu yoqda yana professional, endi buni ko'payadi. Xudo xolasa ko'paytirib qo'yamiz. Qisqacha sizlarga to'xta. Bu yoqda qolib ketdi-ku. Bu yoqda nima edi aka? Fanarlar edi bular. Amerikanskiy fanarlar. Amerikanskiy fanarlar. Miltig'lar uchun qo'yiladigan. Biz ko'rsatamiz sizlarga. Mana hozir olib ko'rsating. Bittasidan olib ko'rsating aka. Mana bittasidan olib ko'rsating. Reklama qilgan endi shov bo'lib ketgan fanarlar bor edi. Mana o'shalarning kichkinalari kelgan. U mana shu polni akkumulyator ko'tarib olgandek ko'tarasan, juda damlisi ham вообще мощный. Mощный fanarlar. Balki mana bosh fanarlari, to'g'rimi aka? Bitta ikkitasini ko'rsating, bosh fanarlari. Achkilar olib kelib qo'ygan, bitta rogatkalar ham bor. Odamlar uchun maza qiladi, temirli rogatka deyishadi. Ha. Yoshligiga eslasak bo'ladi. Mana bitta bosh fanarlari bor mana. Qo'liga araq qilmaydigan bosh fanarlari, keyin okada achkilar ham bor. Ichi har xil. Oynasi o'zgaradi. Oynasini almashtiramiz. Qisqacha sizlarga Mergan do'konini polniy obzorini qilib berdik. Xudo xolisa bundan keyingi videolarda bitta tovarlarni to'liq obzorini qilib beramiz. Sizlardan faqat podpiska, like kutib qolamiz. Hammaga rahmat. Yoqqan bo'lsa, ad dushi padashga qilib turasizlar. Ko'rishguncha keyingi videolarda.